Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Berdiyev Johir. Bugun sizlar bilan sun'iy intellekt bozorida eng katta kuchga ega bo'lgan Google'ning Gemini sun'iy intellektini 1 yilligini tekinga olishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni o'zi nimalar beradi? Birinchi o'rinda Gemini appga ruxsat beradi. Bu o'zi oylik bu dollarda hisoblaganda $199 dan, ya'ni mana boshqa notadan bir ko'rsak, $199 oyiga va mana shu yillik $200 hisoblanadi. Va bunda siz Gemini appga ruxsat olasiz. Ya'ni deep searchlar, ya'ni sizda yoziladigan katta kodlar, insholar, 1,5 ming pejli kitoblarni bemalol tahlillashtirishingiz va 1000 ta kredit beradi. Ya'ni ko'proq video generatsiyalar, ya'ni VO3 bilasizlar, dunyodagi hozir juda ko'plab, pashti 60-70% sun'iy intellektda qilingan videolar mana shu Gemini orqali qilinadi, VO3 modeli orqali. Keyin rasm bo'yicha birinchi o'rinda turadi, ya'ni Nano Banana Pro degan versiyasi. Keyin mana shu 3tasi oxirgi mana bu Gemini Docs'larga ruxsat beradi. Keyin koding uchun ham bordi, hozir koding uchun pastda chiqmaydi. Koding uchun ham hamma narsa uchun ko'p narsa imkoniyatlar beradi. Va buni bitta aytaman, agar siz yangi portfolio ochsangiz, sizga o'zi birinchi o'rinda tekinga 1 oylik beradi. Agar siz men shu vaqtgacha ko'rsatgan narsalarim sizda ishlamasa, hech bo'lmasa 1 oylik yangi akkaunt ochib 1 oyligini tekinga olib ishlatishingiz mumkin. Endi lekin biz 1 oylik emas, 1 yillikni qaytib olishni ko'rib chiqamiz. Birinchi yangi akkauntga o'tamiz va bu yerdan birinchi VPN deb yozamiz. VPN extension deb yozamiz va VPN extensiondan biz mana browse deganini o'rnatamiz. Browse ya'ni downloadga o'tasizlar. Download. Iloji boricha kompyuterda bo'lsa yaxshi, uстановить. Qaranglar, keyin bittanisi VPN har doim ishlab turish kerakmi? Yo'q, har doim ishlab turishadi. Bir marta o'rnatib olganimizda ishlasa bo'ldi. Ikkinchi, biza bir marta sotib olganimizdan keyin Google qaytarib olishi mumkinmi? Yo'q, qaytarib olmaydi. Bir marta sotgandan keyin uni qaytarib olmaydi. 1 yil davomida sizga full access bo'ladi. Uchinchi, biza sotib olgandan keyin bizlarga pul yechib olish mumkinmi? Yo'q, pul yechib olmaydi. Ya'ni sizning kartangizda pul yechmaydi 1 yil davomida. Agar subscription olib qo'ygansiz, uni cancel qilsa bo'ladi. Yoki hisobingizda unaqa yetarli mablag' bo'lsa ham yechib olmaydi o'zi. Mana yoqdik, iloji boricha Latviya emas, bizaki United States bo'lsin. Mana United Statesga o'zgartirib qo'ydim, yoqib qo'ydim mana. Bu tekin ishlayveradi. Endi shu yerdan o'tasiz, mana o'tasiz. Bizlar Gemini qaranglar, Gemini student deb yozamiz mana. Faqat studentlarga beradi buni va studentlarga o'tasiz, mana Gemini studentdan o'tasiz, mana bu yerda ochiladi. Va bu yerdan get offer'ni bosasiz. Va get offer'ni bosganingizdan keyin sizda mana shunday chiqadi. Lekin bittanisi ham bilinglar, ko'pchilik mana shu yerda yiqiladi. Aytish mumkin. Misol, mana men boshqa akkauntdan qilib Gemini student deb izlasak, ya'ni mana bunday bossam, misol get started deb bossam, misol uchun. Mana bunaqa chiqishi mumkin sizda. Yo, mana shunaqa chiqishi mumkin. Yoki mana bunaqa chiqishi mumkin. Gemini student. Men birdan ko'rsatib ketdik, ko'pchilik mana shu yerda yiqilyapti, ya'ni juda qiynaladi. Shunaqa o'qiman. Gemini student esa mana bunaqa chiqadi. Yoki 1 oydek o'taveradi, ya'ni 1 oylik sotib. Siz birinchi o'rinda akkauntingiz pullik akkaunt, oldin pullik akkaunt ishlatgan bo'lishi kerak emas. Birinchi mana shu ishlatgan. Ikkinchi, oldin bu funksiyalardan biroz bo'lsa ham foydalangan yoki Gemini'dan ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Agar bunaqa chiqayotgan bo'lsa, bo'ldi, bu akkaunt faqat 1 oylik tekin ola olasiz. Buning uchun hech qanaqa boshqa boshqa nima desa bo'ladi. Boshqa amallar amalga oshirish shart emas. Get Pro bo'lsangiz olasiz, bo'ldi. Ya'ni 1 oylik tekinga olishingiz mumkin. Lekin agar sizda yangi akkaunt bo'lsa, hali Gemini'dan ro'yxatdan o'tmagan akkaunt ochib olsangiz, shunchaki mana shunday oyna chiqadi. Iloji boricha yangi akkaunt bo'lsa yaxshi. Yoki Google'ni proviziyalardan yoki Google'da biron narsalardan aktiv foydalanmagan akkaunt bo'lsa, ana shunday ochadi. Git status. Misol uchun men ham tasavvur qilish uchun men ham asosiy akkauntim aytaman, Javohir degan asosiy akkauntim, lekin misol uchun Bahriddinovich degan shu akkauntni Gemini Pro'da ishlataman. Menga farqi u boshqa akkauntdan o'tib olaman. Kerak payti
ma'lumotlarni olib ishlataveraman. Mana git statusda bosishdan oldin xuddi shu yerdan copy link address degan joyi bor. Copy link adresni olamiz. Endi qarangizlar, boshqa profilingizdan yo shu profilingizdan batch.key ga o'tishlaringiz kerak. Ya'ni mana shu akkauntga o'tishlaringiz kerak. Men bu yerdan ko'rsatib ketay. Bu akkauntda mana o'tganlaringizdan keyin mana bu akkauntni olib chiqib, bu ana shu narsani sizga berilgan linkni, mana bu yerda berilgan linkni sizni studentligingizda tasdiqlaydigan link. Lekin bu yerga key sotib olish kerak. Men 4 ta keyni Telegram akkauntimga yuklab qo'yaman. Tekin keylarni bu yerga key. Faqat shunga sal xarajat qilishlaringiz kerak. Buni o'tsangiz, mana bu yerda linkini bossangiz, mana bu yerda linkini bossangiz, shu yerda login parol qilib o'tasiz. Mana login qilib emailingizdan o'tasiz. Mana uni ham o'rgatib ketay. Mana bu yerda signing up qilasiz. Nomingizni kiritasiz. Misol uchun Bahodir. Emailingiz. Email nomi nima edi? Men bilmayman. Esimda yo'q. Mana. Emailimni kiritaman. Mana emailim. Password, misol uchun Bahodir. Biron nima kiritamiz. Mana kiritdim. Menimcha ro'yxatdan o'tdik va Gmailga ruxsatnoma bordi. Tasdiqlovchi kod bordi, mana 7586. Qarang, agar bu yerga kelmasa, mana bu yerda spam degan joyga kelishi mumkin. Shuni ham inobatga olib qo'y. Yo spamga kelar, yo sheyga kelar. 7586 mana. 7586. Hammaga bir xil bo'lmaydi, siz uchun alohida bir. Mana 20 yuanlik sotib olganman, hatto 5 yuanlik ham sotib olsangiz bo'ladi. Bitta key uchun 5 yuan yetadi o'zi. 5 yuanga bitta key beradi. Mana bu yerda keyni ishlatib olish uchun, mana start keyga mana shu yerga key tashlash uchun. Va shu yerga buy'ni bosasiz. Yoki mana bu buy'ni bosasiz. Bu 20 yuaniz, bu dollarda, bu men 100 yuan bosam, bu 16 dollar bo'ladi. 20 yuaniz 4 dollar bo'ladi. 3 dollardan sal ziyodroq bo'ladi. Mana shuni bosib, space bosib, OK ni bossangiz, shu yerda mana chiqadi 3 dollar mana. 3 dollarga bitta key olasiz. Bo'ldi. Mana endi karta ma'lumotlaringizni kiritasiz. Email kiritasiz. Men kiritganman mana. Mana bu yerda kiritib, men 20 yuan mana congratulations sotib olding dedi. Menga key berdi mana. Bitta key berdi. Xohlasangiz bu keyni ishlasangiz bo'lar, balki menda lekin menimcha bo'lmaydi bu keyni qayta ishlatib. Va xuddi shu keyni olasizdan, mana shu keyni olasizdan, mana o'zlar key beradi sotib olganingizdan. O'tasiz, keyin mana bu yerga start keyni bosib, mana bu yerga bosib, OK ni bosasiz, ishlab mana bu holatga o'tadi mana bu. Mana bu holatga o'tadi, bo'ldi. Start, ya'ni sen ishlatishing mumkin mana. Menga ishlatishga ruxsat berdi. Endi mana shu narsa ishlagandan keyin mana copy linkni bosasiz, copy link adres. Shu linkni tashiysiz mana, share, mana start verification bosasiz. Xo'p, wait deyapti, kutish kerak deyapti. Endi biroz vaqt oladi mana shu jarayon. Bir marta refresh qilib yuboring deyapti. Men refresh qilib yuborishim kerak. Start. Tokenda biroz muammo bor deyapti. Bo'ldi mana. Boshqatdan qildim. Endi mana shuni kutishim kerak. Ya'ni mana shu cancel turibdi, pending bo'ldi va meni boyagi akkauntimni endi student maqomiga o'tkazadi va men student maqomiga o'tganimdan keyin men bemalol mana check-it bo'lyapti o'zi, mana pending o'zi ishlab ketdi. Va ishlab ketgandan keyin men buni bemalol sotib olaman. Mana successful bo'ldi. Endi bu yoqqa o'tamiz. Mana successful bo'lgandan keyin, aniq successful bo'lganini bilib oling, keyin o'tasiz. Keyin bo'ldi. Mana shu yerda go ni bosamiz. Go statusni bosamiz. Endi tekshiradi bizlarni. Mana siz o'tgansiz, boya akkaunt o'tkazib berdi. Endi
Get Pro'ni olishingiz mumkin. Get Pro 12 oyga 12 oyga besplatni Pro versiyani olamiz hozir. Mana ana kiriting deyapti. Men ana bilan karta bilan kiritamiz. Mana bu yerda aytib qo'yibdi, nimalarga, masalan, kitob tahrirlashi, uyga vazifalar qildirishingiz, katta-katta kodlar yozishingiz, har bir narsani qilishingiz mumkin. Men bu yerga parollar kiritib olaman, faqat to'g'ri sizlarga ko'rsatmayman, ko'pchilik anaqa qilib. Parol shunchaki karta nomeringizni kiritasiz. Mana men tasavvur uchun karta nomeringizni kiritasiz. Keyin oyligini kiritasiz. Keyin uni orqasida, ya'ni bunda Visa kart yoki Mastercard bo'lishi kerak. Pul yechib oladimi? Yo'q, pul yechib olmaydi. $0 yechib oladi. Hech qachon, men bundan qo'rqyapman. Bu Google'dagi, Google hech qachon sizdan yashirincha yoki boshqacha yechib olmaydi. Bu ayni anodiki. Men hozir yechib anaqa ko'rsataman. Ya'ni kirgizaman ma'lumotlarni, chunki bu yerda emas, boshqa o'yinlarda kirgizaman, chunki sizlarga mening kartam ko'rinib qolsa, to'g'risi men keyin o'zim ishlata olmay qolaman. Hamma mening kartamni kirgizib tashlashi mumkin. Bu xavfsizlik yuzasidan. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. 0128 hozir amal qilish muddati 0128. Pochta indeksi kerak emasdir va besplatni pochta indeksi kerak ekan. Misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlari, USA misol uchun zip kod deylik va shu zip kodda olishim kerak, bironta zip kodda olik, ixtiyoriy pul uradi bizga. Misol uchun mana bu olmish. Mana shuni qo'yib beramiz. Saqlash mana. Karta ma'lumotlarimni kiritdim va hech qanaqa summa yechib olmaydi. Mana menga SMS keldi. Sendan shuncha, lekin qarang, mana aytayapti. Anugacha senga besplatni deyapti. Bugundan boshlab senga besplatni faqat deyapti 2023-yanvar 2027-yil, ya'ni 1 yildan keyin pullik bo'ladi. $19 dan oyiga to'laysan deyapti. Mayli, men keyin cancel qilaveraman. Cancel qilsa bo'ladi. Xohlagan shu kartangizni olgan ilovani orqali 1 yildan keyin kartangizda uning uchun pul ham bo'lishi kerak. O'zi hech ololmaydi. Bo'ldi. Ha, tekshirib ko'ramiz sizlar bilan. Mana cancel bo'ldi. Endi rahmat deymiz. Gmailga o'tamiz. Mana Gmail, mana yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, Pro versiyaga o'tdi. Mana bemalol endi xohlang video yarating, xohlang rasm yarating, juda katta kodlarni tahlil qildiring yoki o'zingizning uyga vazifalarni qildirishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying va qolganlarga ham ulashib qo'ying. Endi anada o'chirib qo'yasiz. Va men Telegram kanalimda yana 3 ta iloji boricha anada qoldirib qo'yaman. Nima edi? Zip kodni iloji boricha, lekin bilmayman, voyaga key beradigan. Mana bu faqatgina sizda bitta muammo, mana shundan key sotib olish bo'ladi. Bu ham qiyin emas, faqat $3 men sarfladim. Shundan sotib olish uchun. Lekin yana 3 ta olishim mumkin, chunki men bittaga pul to'ladim. $20 to'ladim. $20 deb uzr, $3 to'ladim, 20 yuan. Va menimcha bundan keyin yana 2 ta 3 ta olishim mumkin menimcha. Men bitta uchun 5 yuan, yana 3 ta olib qo'yib qo'yaman, xudo xolisa, Telegram kanalimga. Hammaga rahmat. Bu video foydali bo'lsa, qolganlarga ulashib qo'yasizlar. Faqat bu menimcha fevralda oxiriga, yanvarda oxirigacha amal qiladigan narsa. Hammaga ulashib qo'yasizlar. Salomat bo'lasizlar.